Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, aziz obunachilar. Bugun Iceberg podkastimizning navbatdagi soni va mehmonimiz 100 ga yaqin modellar ishlab chiqardik, eksport qilyapmiz Tojikistonga, Afg'onistonga. Valberis orqali 10 dan oshiq davlatda mahsulotlarimiz sotilyapti. Yillik aylanmasi o'rtacha $15 million atrofida. 1-2 milliard dollarga yaqin pul jalb qilmoqchimiz Samarqand viloyatiga, turli xil sohalariga. Buni ustida ishlayapmiz hozir. Oyimni ko'ndirganman-da, adashmasam 60 mingmi, 68 mingga tug'adigan qo'y olganman-da. Shunda oyimdan pul olganman-da. Bo'ldi, men 3 yil qaradim, bitta qo'y olib bering menga hech bo'lmasa deganman-da. Oyim olib bergan, shu tug'adigan qo'y olib bergan. Vyetnamda bo'lgan paytimizdami? O'sha yerda adashmasam sizni dilerlaringizdan qaysidir biri bilan ham gaplashib qoldik. Gap ketdi sizni kompaniyangiz haqida. Haqiqatan ham hamma bozorlarga kirayotgani. 23-yil oxirida, 24-yilda 4 ta smartfon bilan boshladik. Adashmasam 30 ming donaga yaqin mahsulot olib kirganmiz boshlanishiga. Shu bilan smartfonni ham boshlaganmiz. Xalqaro standartlar bo'yicha. Tadbirkorning rivojlanishida ustozni o'rni qanday? Xo'p, bozorga kirish qanday bo'ladi? Ozgina bozorga kirish strategiyalaringiz haqida aytib bersangiz. Ustozi yo'qning ustozi shaytondir deyiladi. Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, aziz obunachilar. Bugun Iceberg podkastimizning navbatdagi soni va mehmonimiz Novey kompaniyasi va boshqa kompaniyalarni ta'sischisi Ma'ruf O'rinboyev. Bizni bir nechta loyihalarimizda, bir nechta coaching dasturlarimizda qatnashganlar, individual tarzda ham ishlaganmiz. Bugunga bu kishi bilan podkastimiz jarayonida o'zi shu yillar davomida qanday o'zgarishlar bo'lgan, o'zlari bilan suhbat jarayonida bilib olamiz. Ma'ruf aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Ibrohim aka. Xushvaqt bo'ling. O'zi qisqacha bir siz bilan tanishuvimiz haqida bir nima qilsak-da. 2016-yil bizni korxonamiz endi qadam qo'ygan payt. 15-yilning oxirida dekabr oyida qaror qabul qilingan bo'lsa, 16-yilda ish faoliyat boshlangan. O'sha paytda siz bilan uchrashganmiz-da. Shunday. Qisqacha bir o'sha uchrashuv haqida aytib bering-da, esingizda bo'lsa agar. 10 yil bo'lyapti-da. Shunday. Siz aytsa agar birinchi mijozlarimizdansizda. Shunaqa. Birinchi mijozlarimizdan. O'sha uchrashuv haqida aytib bering-da, undan keyin faoliyatingiz bilan tanishtirib keting. Ibrohim aka, rahmat taklif uchun. Haqiqatan nima deydi? Qiziq bo'lgan tanishuvimizdan. Boshida o'zi eslasangiz, Sherzod aka bilan birga studiyada ishlagansiz. Endi men o'shanda Sherzod akaga murojaat qilganimda sizni ko'rishganman. O'sha Bunyodkor stadioni yonida ofis bo'lardi, dizaynerskiy studiya. Shunda 2015-yil dekabr oyida adashmasam uchrashganmiz. Shunda yaqinda bir 10 kunmi, bir hafta bo'ldi. O'zi alohida o'sha biznes trenerlikni boshlayapti Ibrohim bek. Birga shu yerda ishlaganmiz. O'zi alohida keyingi xonaga o'tib ishni boshladi deb sizni tanishtirgan. Keyin haligi flyer chiqarilgandi. Keyin men hayron bo'lganman-da. O'zi haligi biznes bo'yicha shunaqa murabbiylar bo'lsa, biznes bo'yicha tadbirkorlarni bir o'qitadigan bir kurslar bo'lsa qaniydi degan fikrlar bo'lardi menda. Chunki o'zbek tilida qanaqadir biznesga oid yoki shaxsiy rivojlanishga oid bir kitob chiqsa, birdaniga olib o'qirdim-da, qiziqardim. Ya'ni biznes haqida suhbatlar, muhokamalar ko'proq bo'lishini, shunaqa muhit targ'ib qiladigan odamlarni xohlaganman-da. Keyin o'shanda hayron bo'lganman. Bular ekan mana haligi shunaqa biznesni rivojlantiradigan odamlar ham chiqar ekan, talab juda katta, zo'r ish boshlabdi deb. Eslasangiz, shunda sizni xonangizga o'tdim. Keyin bu zo'r boshlabsiz. Birgalikda qani qo'llaylik. Meni ham tajriba bor biznesda. Siz qani nimalar o'rganyapsiz, qanday qilinadi deb shunda tanishib suhbat bo'lib ketgan. Keyin siz boshda biz endi boshladik deb tushuntirib beruvdingiz. Keyin shu bilan birgalikda men ham qiziqib, nima ishlar bo'lsa birgalikda qilaylik deb. O'zi ochiqini aytsam, o'sha biznes bo'yicha suhbatlashadigan odamlar ham juda kam edi-da. Biznesni rivojlantirish yoki biznesni kelajak haqida, biznes haqida ma'lumotlar almashadigan odam o'zi juda kam edi.
shuning uchun men juda bir qiziqish bilan yondoshganman shunda. O'sha vaqt shunda tanishganmiz siz bilan. Esimda bor. Keyin o'sha tanishuvimizdan keyin qanchadir muddatdan keyin siz bilan individual tarzda ham qanchadir muddat ishladik. Shunaqa bir 2 oydan keyinmi adashmasam, keyin men ketib yurardim. 2 oydan keyinmi siz bilan o'sha 2016-yil adashmasam qish kunlari edi. Aprel oylarimi bir 2 oycha siz bilan kelishdikda o'sha marketing, mijozlar oqimi nimalar bo'yicha ishlovdik. Reklamalar o'rnatish bo'yicha shunda boshlab keyin siz bilan doimiy aloqa bo'lgan. Keyin alohida adashmasam 2016-oxirida birinchi o'sha yili coaching birinchi dasturini qildingiz. 17-yil edi. 17-yil, ha? 17-yil boshladingizda o'sha men yana eshitdimda Ibrohim aka keling korxonaga hamma xodimlarni yig'aman bir tushuntirib bering, trening tashkil qilaylik deb 17-yil kelib trening o'tib bir jamoani ruhlantirib tizim haqida ma'lumotlar berilgandi. O'shandan boshlangan, o'shandan siz bilan munosabat. Keyin undan keyin 19-yil pandemiya bo'lib qoldi. Adashmasam biznes coaching 10midi, adashmasam pandemiyaga to'g'ri kelgandi. Pandemiyada ham 7 oy davom etdi. 7 oy davom etdi. Biz birdan boshlab o'qish davomida pandemiya bo'lib ketdi. To'g'risini aytsam men o'shanda haligi mazza qilganman, sababi juda uzoq davom etganda har kuni hamma yoq yopilgan. Eslasangiz har 2 kunda adashmasam onlayn haligi yig'ilishlar bo'lardi. Tadbirkorlar bilan siz tashkil qilardingiz. Bir kun bu tadbirkor bilan, bir kun bu tadbirkor bilan. Umuman zerikmaganmizda. Pandemiya vaqti men uchun dars bilan o'tib ketib qolganda, o'shanda juda katta qiymat olganman. Juda qiziq bo'lgan. 20-yillar adashmasam. Pandemiyadan keyin ham 22-yil ham yana 13-dasturda qatnashganman. Juda qiziq bo'lgan. Ko'p qiymat olganmiz. Novayga start berganingiz o'sha yil edi menimcha. Undan oldinroq. Sal oldinroq edi. Ha, undan oldinroq eslasangiz siz alohida 2-qavatga ofis qiluvdingizlar. O'shanda o'sha sizlarning marketing xizmatlaringizdan foydalanganman 2018-yil. O'sha bitta Sergeyma degan yigit bo'lardi, dizayner yigit. Shu bilan keyin Behruz bilan sayt razrabotkasi, roliklar razrabotkasi. Shunday ya, shu bilan keyin ish boshlaganmiz shunda ham 2018-yil. Keyin o'sha 2019-yildan mahsulotimiz kirib kelgan bozorga, shu boshlanishi sizlar bilan birgalikda ko'p ishlaganmiz shu vaqtlarda ham. Zo'r. Qarang, o'zi mana qisqacha bir yo'nalishingiz haqida ozgina aytib bering, chunki bizni kuzatib boruvchilar sizni yaxshiroq ochishimizga bir sabab bo'lsin. Qisqacha bir yo'nalishingizni aytingda va keyin sekin tarixga qaytamiz. Bizning yo'nalishimiz asosan telekommunikatsiya sohasi, mobil qurilmalari olib kelish, sotish, ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Biza men mana shu sohaga 2005-yil kirib kelganman. 2005-2006-yilda kirib kelganman. Shu bozorda nima deydi, juda katta muammo bo'lgan. O'sha asosan mahsulotlar Xitoydan kirib keladi va kirib kelgandan keyin o'sha nimalari, ma'lumotlar noto'g'ri yozilardi. Xitoydan kelar, lekin Germaniya, Finlandiya degan yozuvlar bo'lardi va nuqsonlik darajasi juda ko'p bo'lganda 15 yoshimda o'sha boshlaganman biznesni. Samarqand viloyati Narpay tumanida do'konim bo'lardi. Keyin mana shu muammoni qanday qilib hal qilsak bo'ladi? Odamlar ko'p aldanyapti-ku, shuncha nuqsonlik chiqyapti deb o'zimiz tumanda bir 4 yil deganda tizimga qo'yganman. O'sha servislar qilib, boshqa hamma masalani hal qilganman. Keyin lekin Toshkentda men kelib mahsulot olib ketaman-ku Optimga. O'sha vaqtda Toshkentda menga o'xshab, lekin o'zini tumanida bunaqa tizimga qo'yganlar ko'rmaganman-da. Keyin ular har kuni jalbi bilan, murojaat bilan kelavergan ko'rardimda, har kuni yo'lda qaytib kelishda menda fikr bo'lardi-da, shuncha minglab odam kuniga aldanyapti degan og'riq men sezganman-da. Har kelishimda shu narsa xayolimdan o'tardi. Keyin mana shu narsani yo'lga qo'ysa bo'lmaydimi degan fikr o'ylanib yurganimdan keyin o'sha ko'ngilga Alloh taolo ko'ngilga soldi bir kuni. O'sha senga shu ilm berdim, senga ko'rsatdim shu narsani, his qildirdim. Chunki sen ko'ryapsan va senda yechim bor bu narsa. Senga buni ilmini berdim. Bu ilm ham omonat
degan haligi qattiq fikr paydo bo'lganda keyin bo'ldi man ishora talab qilganman, ya'ni kutganman. Ishora bo'lsa, men shu ishorani tanlab bo'ldi man shu sohani isloh qilishga kirishaman degan niyat bo'lgan. Keyin o'sha oradan 2-3 oy o'tgandan keyin ishoralar kelishni boshladi. O'zi rad qila olmadim-da, aniq yechimlar bilan bo'lgandan keyin shu viloyatdagi hamma ishlarimni tashlab Toshkentga ko'chib kelganman. 2010-yilda adashmasam, 20 yosh edim o'shanda. Keyin o'sha sohada Xitoydan o'sha keladigan mahsulotlarni biz prognoz qilib quality control sifat nazorati qo'yganimizdan keyin 60% gacha defekt bu sotilayotganligini aniqlaganmiz. Keyin uni hech bo'lmasa 1% ga tushirishimiz kerak deb 1,5 yil bosh qotirganmiz. 1% ga olib tushganmiz. Keyin o'sha Germaniya, Finlandiya degan yozuvlarni ham bu Xitoyda ishlab chiqarilgan degan to'g'ri yozuvlar bilan keyin bozorga sotishni yo'lga qo'yganmiz. Shu bilan bu sohaga kirib ketib shu mana adashmasam 20 yilga yaqin bo'ldi shu sohadamiz. Keyin 2018-yil mana prezidentimiz tomonidan qaror bo'ldi. Tadbirkorlik imkoniyatlari keng bo'ldi. Brend qilishlaring mumkin. Tamojniyaliga, Rastamoshkada bemalol olib kirishlaring huquqlari ochildi. Avval juda qiyin bo'lardi. Keyin o'shanda siz bilan ham maslahat qilganmiz 18-yillari shunaqa brend qilyapman, sababi talab katta. Buni sifatli ichib beradigan brendlar yo'q. Shu bozorni isloh qilaylik, odamlar qiynalyapti degan tushunchani siz bilan ham suhbat qilgandik o'shanda. Shu bilan 2018-yilda maqsad qo'yib, 2019-da mahsulotimiz kirib kelgan. O'shanda 167 ming dona mahsulot bilan birinchi bozorga 13 ta model bilan kirib kelganmiz. Shu bilan novoy brendiga asos solib mana 7 yilga yaqin bo'lyapti shu sohada shu brendni ko'tarish, rivojlantirish bilan shug'ullanib hozirda 100 ga yaqin modellar ishlab chiqardik, eksport qilyapmiz Tojikistonga, Afg'onistonga. Valberis orqali 10 dan oshiq davlatda mahsulotlarimiz sotilyapti. Shunaqa rivojlantiryapmiz. Qancha kompaniya? Umumiy endi yillik aylanmasimi? Yillik aylanmasi o'rtacha 15 million dollar atrofida. Zo'r. Hozirda komandada necha kishi ishlayapti? Hozirgi komandada bizada 90 ga yaqin xodimlar ishlayapti. Zo'r. Endi mana shu boshlanish qismini sal yoritsangiz, o'zi birinchi qadam bosish qanaqa bo'lgan? Siz 15 yoshingizda korxonani ochgan bo'lsangiz, ya'ni faoliyatni boshlagan bo'lsangiz, o'zi buni ochilishiga nima sabab bo'lgan? Endi bu juda chuqur masala. Men 4 yilda tizimlashtira olgansiz. Siz bilan o'sha ishlash jarayonida men ko'rganman sizdagi o'sha talantni, o'sha boshqacha fikrlashingizni. Chunki siz o'sha paytda necha yosh edingiz? 10 yil oldin necha yosh edingiz siz bilan tanishgan paytimizda? 23 yoshmi shunaqa. Shunday, ha. Mendan ancha yoshsiz. Boshlanish jarayoni qanday bo'lgan? O'sha 2005-yillar aytyapsiz, to'g'rimi? Ya'ni bu otangiz oilaviy tadbirkorlikdanmi bu? Qandaydir bir ustozlarning nimasimi bu? Qanday bo'lgan siz tadbirkorlikka kirib ketdingiz? Tadbirkorlikka kirib kelishim qanaqa bo'lgan? Men o'zimga juda ko'p savol berardim-da, Rahim aka yoshligimdan. Shu 13 yoshlarimda o'zi nima uchun tug'ildim degan savollar bo'lganda, men o'zim bloknotlarim bor, hozir ham yozganman-da, ko'p yozardim. Hozir ham bor, bir 70 ga yaqin bloknotlar bor. Yaqinda borib, qishloqqa borib o'qidim-da o'sha bloknotlarni. Yozardim, nima uchun tug'ildim, o'zi nima qilishim kerak degan savollar ko'p bo'lganda, shu ko'ngilga xudo soldi, hamma bandamni talant bilan, iqtidor bilan yaratganman. Seni ham iqtidoring bor. Shu iqtidoringni jamiyatga, xalqqa qo'llagan holatda o'sha meni roziligim yo'lida hayot kechirishing kerak. Maqsad shu jannatga tushish, uni ham shu jannati firdavsga tushishing kerak degan ko'ngilga solingan bu narsa. Xudodan so'ralganda qanday yo'l bilan deganda o'sha senga bergan iqtidor yo'l bilan. Endi menda iqtidor, men orqaga nazar solganman. Texnikaga qiziqqanman-da, mana qo'shnilarim yoki tanishlarim televizori buzilib qolsa yoki telefoni nimadir bo'lib qolsa, olib kelardi, men to'g'rilab berardim-da. Men aytganman, ha, menda demak iqtidor bu talant, qiziq ekanman texnikaga. Lekin nima qobiliyatim bor, nima talantim bor deganda, o'sha maktabda o'qib yurgan vaqtlarim ham
qanaqadir tadbir bo'lsa, qanaqadir musobaqalar bo'lsa, birdan tashkilotchilik tadbir qilish menda bo'lganda, demak menda tadbirkorlik nimasi qobiliyati bor ekan. Demak, tadbirkorlik qaysi sohada? Texnikada. Bo'ldi deb o'shanda tushunganman bu narsani. Men o'ylayman, Xudoni bir bergan bir juda oliy ne'matlardan biri bo'lgan deb o'ylayman. Shu yoshligimdan tushunganman shu narsani. Shu 15 yoshlarimda tushunib, bo'ldi, men endi shu sohada ketaman deb 13 yoshlarimda. Keyin oyimga aytganman, oyim menga hech bo'lmasa kompyuter olib bering deganman-da. Endi bu ichimdagi narsa hech kimga ayta olmaganman. Oyim aytgan, nima qilasan? Kompyuter olib nima qilasan? Endi faqat shu bilan qolasan. Undan ko'ra o'qiganing yaxshi-ku deganda, "Yo, to'g'ri, lekin men texnikaga qiziqaman, texnika yo'nalish" dedim. Maqsad qattiq bo'lgan. Keyin oyim olib bermagan, bir xafa bo'lib yurganman. Keyin qandaydir baribir olishim kerak-ku. Keyin oyimga aytganman, men uyda qo'y bo'lardi. 4 ta 5 ta qo'yga qaradim. Men 3 yildan beri qo'ylaringizga qarayapman. Menga baribir nimadir berishingiz kerak-ku deganman-da. Shunda oyimni ko'ndirganman-da, adashmasam 60 mingmi, 68 mingga tug'adigan qo'y olganman-da. Shunda oyimdan pul olganman-da. Bo'ldi, men 3 yil qaradim, bitta qo'y olib bering menga hech bo'lmasa deganman-da. Oyim olib bergan, shu tug'adigan qo'y olib bergan. U ham 3 ta tug'ardi. 3 yil tug'dirganman-da. Faqat menda shu fikr bo'lgan, kompyuter olishda. Qo'yga shunaqa qarayman, mehr bilan farqini shuni o'ylayman. Ertalab chiqib ketaman. Shu maqsad shu bo'lganda, texnika olaman, ishlataman, shu orqali jamiyatga qiymatim beraman degan niyat bo'lganda, keyin o'sha qo'y olib, sotib, keyin kompyuter olganman o'zim mablag'imga. Keyin o'sha kompyuterni ham olganimdan keyin aytganman-da, kompyuterda kim shunaqa ishlar borki, ko'pchilik qila olmayapti uni. Qiyin, lekin men o'shani qilishim kerak deganman-da. Keyin haligi bilsangiz agar 2003-yillar video kassadan diskka, DVD disklar bo'ladi-yu, o'sha vaqtlari odamlar to'ylari video kassaga yozilardi. Endi diskka ko'chirishni qila olmasdi ko'pchilik. Даже video studiyalar ham qila olmasdi. Men o'shani o'rgandim, o'shani ko'chirishni o'rgandim. Keyin uni mobaynida o'sha bozorda taklif tusha boshladi. Haligi siz o'sha yerda ishlasangiz bo'lmaydimi? Telefonlar programmalari o'chib qolyapti. Mana shu disklarni zapis qilib berish, mana shu yerda qilsangiz bo'lmaydimi degan fikr bo'lgan. Qayta bo'lgandan keyin men mayli deb o'sha bozorda ishlash boshlaganman. Keyin shu bilan boshlanib ketgan. Video kassadan keyin telefonda o'chib yonaydigan holat juda ko'p kelardi. Uni ham ko'pchilik qila olmasdi. Men o'rganib, ustozlardan o'rganib kelib buni yo'lga qo'yganimdan keyin telefonda ko'p muammo bo'lishni boshlagan. Nokia telefonlar bo'lardi, o'chib yonib qolardi. Shu havo sal sovuqroq bo'lsa bo'ldi, telefon xotirasi o'chib qolaverardi-da. Keyin odamlarga shu telefon xotirasini qilib berardim. O'sha vaqt telefon ustalari ham qila olmasdi-da bunaqa narsalarni. Shu kompyuterda nima qilsamki, boshqalar qila olmaydigan og'riqli narsani kompyuter orqali yechishim kerak degan fikr bo'lgan. Albatta uni mablag'i ham ko'p bo'lganda. Shunda o'sha adashmasam 15 yoshlarimda o'zi bozorga borib, keyin 1 yil ishlaganimdan keyin o'zim alohida do'kon ochib, shu mobil qurilmalarini juda nimasi talab oshib ketgan. Ko'p odamlar telefon ko'payib ketavergan, muammo ko'payib ketavergan. Bo'ldi, mana shu telefon sohasini isloh qilaman deb maqsad qo'yilgan. Sababi shundan murojaat kelib tushavergan. Menga farq qilmagan, texnika orqali eng katta muammolarni yechsam bo'ldi degan fikr bo'lganda, chunki menga shundan iqtidor berilgan, qobiliyat berilgan, ilm berilgan degan narsada asosiy bu yerda telefon masalasi deyilganda, shu telefonni bir 16 yoshimda magazin ochgan bo'lsam, 20 yoshimgacha 4 yil davomida isloh qilib, o'sha tumanimizda ustalar qo'yib, adashmasam 6 ta magazin qilganman o'shanda. Bu to'liq o'sha tumanda shu mobil qurilmalarini sotuvini, remontini, aksessuarlarini, muammoni odamlarda muammo bo'lmasi kerak, buni men yo'lga qo'yishim kerak deb shunda boshlangan. Shu 4 yil davom etgan. Keyin 4 yildan keyin haligi Toshkentga kelib ketaverganimdan keyin bu yerda katta muammo bo'lgan va u muammoni hech kim ko'rmagan, yechishni ham xohlamagan. Hamma olib kelib sotgan, faqat foyda qilgan bo'ldi. Menda haligi missiya qo'ymagan, shu texnikada isloh qilishing kerak degan narsa menda aylanavergan boshimda. Keyin bo'ldi deb shu qarorni qilib Toshkentga hamma ishimni tashlab kelganman. O'shanda ko'pchilik hayron qolgan. Chunki men o'zim ham tumanda yaxshi daromad topardim. Biznes yaxshi yo'lga qo'ygandim-da.
33tami bola ishlardi 20 yoshimda o'sha vaqtda. Yaxshi ish bo'lardi. Ko'pchilik hayron qolgan, nimaga shuncha do'konlar bo'lib turib, hamma ish Toshkentga keldi degan narsa. Uni men hech kimga tushuntirib bera olmaganman. Men o'zim missiya olganman. Bu ichimdagi narsa deb tushuntira olmasdim, chunki unaqa suhbatlashadigan odamda ham o'zi bo'lmaganda. Keyin lekin o'sha vaqtlarni eslayman, baribir missiya bilan ishlash boshqacha, juda katta quvvat bilan ishlaganman. Juda katta. Bir haftada 2 martalab Toshkentga kelib ketardim, kechqurun kelardim. Do'konda uxlab qolardim, oyimga aytardim, ertalab kelib uyg'oting, bomdod vaqti deydim. Oyim ertalab uyg'otib ketardi. Keyin ertalab nima qilib, ishni boshlab, mana shunaqa bo'lardi-da, qattiq ish bo'lgan. Sovuqlarda, qorlarda qolib ketardik, Jizzaxlarda, avtobuslar ichlarida, lekin umuman qaytish bo'lmagan, u narsalar ta'sir qilmagan. Shu 20 yoshimdan keyin Toshkentga kelganman. Toshkentda bir 5-6 yil ishlangandan keyin o'sha brend qilish, mana hukumatda o'zgarishlar bo'ldi, qarorlar chiqdi. Shu bilan o'sha brend qilib, shu sohada jamiyatning muammolarini, o'sha sohadagi muammolarni yechdik. Men o'ylayman, juda katta qiymat berdik. Sababi shu 60% defektni 1% ga olib, undan ham pastga tushirganmiz. Juda ko'p ishlar bo'lgan shu sohada. Qisqacha qilib aytganda shunaqa. Zo'r. Esimda bor, Abu Sahiy bozorida tochkangiz bo'lardi. Adashmasam bir nechta tochka borib, men Abu Sahiysini bilaman. Shunaqa, Abu Sahiyda bo'lardi. Abu Sahiyni bilaman. Umuman olganda, mana hozir Novey telefonlarini hozir butun bozorga kirdi-da. Butun hamma joyda sotilyapti. Biz qaysidir bir tadbirkorlar bilan chet safarda bo'ldik. Vyetnamda bo'lgan paytimizdami? O'sha yerda adashmasam sizni dilerlaringizdan qaysidir biri bilan ham gaplashib qoldik. Gap ketdi sizni kompaniyangiz haqida. Haqiqatan ham hamma bozorlarga kirayotgani haqida. Xo'p, bozorga kirish qanday bo'ladi? Ozgina bozorga kirish strategiyalaringiz haqida aytib bersangiz. Umuman olganda mana noldan brendni paydo qildingiz, ya'ni yaratdingizda uni bozorga olib kirdingiz. Bu qanday amalga oshdi? Qanday strategiyalarni qo'lladingiz? Ko'pchilik tadbirkorlar strategiyasiz harakat qiladi. Strategiya yo'q. Sizda aniq maqsad, unga erishib boradigan aniq strategiya va taktika harakatlar bo'lishi kerak. 3 kunlik darsni o'zida 7-8 yillik muammolarimga yechim topdim. Men bilaman, men bu narsani qilib bo'lganman deganlar ham o'ziga yengil ola oladi. Bizda 4x o'sish bo'lgan. Endi 4x emas, 10x, 15x ga o'stirish uchun biznesimda yanada bilim olish uchun keldim. Men o'tgan yili ham Samarqandda o'tkazgan biznes coachinglarda 3 kunlik intensiv darslarda qatnashganman. 100 kvadrat magazinimiz bor edi, 250 kvadrat magazin tashkil etdik. Hammasi bu ustozimizning bergan ta'limlari. Ushbu dasturimizga hoziroq ro'yxatdan o'ting va tadbirimizni ko'rishguncha. Bu yerda birinchi o'rinda brend pozitsiyasi bizda ishlab chiqilgan. O'zi brend pozitsiyasi, arxetiplari, ya'ni qahramoni, kim o'zi brend qanaqa qiyofalanishi kerak. Keyin bozor o'rganilgan. BCG matritsalar qilingan, o'sha produkt matritsalari. Keyin nima deydi? O'sha bozorda iste'molchilar o'rganilgan. Nima xohlaydi ular? Endi men o'sha o'zim pastdan kelganligim uchun siz jarayondan xabaringiz bor. Xabarim bo'lgan. Ya'ni iste'molchilarni ko'plab xohishlarini xabarim bo'lgan. Ana o'sha esimda bor, telefonlarni Xitoydan olib kelardingiz-ku, o'zingiz o'zgartirib olib kelardingiz. Shunday. Brend yo'q edi, o'zgartirib kelardingiz. Ko'rsatib berardingiz, mana bu knopkalari, funksiyalari moslashtirilgan narsalar bo'lardi. Shunaqa. Даже o'sha vaqtlar brend yo'q edi, Xitoydan Android telefonlar olib kelardik. Eng katta muammosi ularda xotira chiplarini sifatsiz qo'yardi-da Xitoy. Men uni bilardim. Olib tashlab, Tayvanda xotira chiplarini qo'yib, o'zim dasturlashtirib, boyagi knopkani bossa Androidni xotirasidagi nimalarni tozalab turadi-yu, keshlarini. Shunaqa narsalar o'rnatib, mijozga, iste'molchiga tayyor qilib, keyin sotilardi-da. O'sha bozorda mahsulot yo'q, bitta bizada mahsulot kelgan vaqtlarda ham sotmasdik-da. To'xta, biz iste'molchini birinchi bu qadriyat bo'lganda, o'sha qattiq bo'lgan o'sha narsa. Birinchi iste'molchi rozi bo'lsin, bo'ldi. Qolgani keyin bo'laveradi degan shunaqa bo'lib iste'molchini o'rganganmiz. O'sha knopka tugmali qurilmalarda ham iste'molchini xohish istaklari o'rganib chiqilgan.
Misol uchun Redmi telefonlarda bor, telefon qilsangiz ko'tarsa ikkinchi taraf vibratsiya beradi sizga. Haligi bo'lardi o'sha vaqtda. Bu narsani ko'pchilik yaxshi, Redmi'da mana shu funksiyasi yaxshi deb, shu funksiyasi bo'lganligi uchun ham xarid qilardi-da. Men misol uchun bilardim uni. Biz knopочный telefonga dasturlashtirganmiz biz birinchilardan bu. Endi bizanikida deyarli hammasida gudok ko'targanda vibratsiya bo'ladi. U nimadan imkoniyat? Misol uchun yo'lda ketayotganingizda yoki telefon qilayotganingizda kimni chalg'itib qo'ysa, esingizdan chiqib ketib qoladi-da. Hali ikkinchi tomon alo deb turaveradi. Vibratsiya bo'lsa esiga keladi misol uchun. Xullas, shunga o'xshagan yoki Apple qurilmalarida bor edi. SMS'larni sanaydi. Masalan, 20 ta SMS kelsa, ikkitasini o'qisangiz, 18 ta o'qishing kerak degan haligi qizil ichida sanaydi, sanaydi. Bu Apple qurilmalarida juda yaxshi narsa. Adashmasam Androidda, Samsungda ham hozir sanamasa kerak, kirib hammasini o'qildi qilib yuboradi-da, misol uchun. Lekin endi har bitta SMS muhim-ku, misol kimdir yozishi mumkin. Unutmaslik kerak-da. Shu funksiyani ham qo'shganmiz misol uchun-da. Endi bunga o'xshash bir 30 dan oshiq funksiyalarni smartfonlardan, zamonaviy talablardan kelib chiqib, qurilmalarga qo'shib iste'molchilarda xohishlar qondirilgan. Undan keyin o'sha marketing strategiyasi qilingan. Brendni nimasi, arxetiplari, bozordagi o'rni o'sha keyin savdo tarmog'i ham, distribyutorlar bilan, dilerlar bilan qanday ishlash, keyin o'zimizni savdo jamoasini shakllantirganmiz. Hozirgi kunda biz harakat qilyapmiz. Yana ham shu iste'molchini ko'proq eshitishda, iste'molchi bilan ko'proq yashashlikda, o'sha mijoz tajribasi degan lavozim bor. Marketingda bilasiz. Biznesda shunaqa bo'lish kerak. Shuni hozir CX menejer deyiladi. O'shani biz hozir takomillashtiryapmiz. Yana ham shu mijoz bilan yashash, mijoz xohish istaklari, u xohlaydigan narsa va unga kerak o'zi bilmaydi. Biz shuni berish masalalari bo'yicha ishlayapmiz. Shunaqa bo'lgan. Zo'r. Mana BCG matritsasi haqida aytdingiz-ku. Sizda mana mahsulotni yangilanib turishi sikli qanday yangilanib turadi? Ba'zi bir mahsulotlarimiz bor, u 1 yilda bir marta yangilanadi. Ba'zi mahsulotlarimiz bor 3 yilda, ba'zilari 5 yilda. Shunaqa mahsulot turlarimiz bor. Uni tashqi ko'rinishi, funksionallik, nimalari klassikaga kirib qolganda. Hatto custom shim galstuk sotiladi-yu, biz aytamiz, galstuk mahsulotlar deymiz-da. Custom shim galstuklar masalan 20 yil ham oldin bor edi, undan keyin ham bo'ladi. Lekin qisman qanaqadir zamonga moslashtiriladi. Shunaqa mahsulotlarimiz ham bor. Tez har yili trendga, ya'ni zamonga moslashib turgan mahsulotlarimiz ham bor. Ma'ruf aka, komanda bilan ishlashda. Umuman komandaga kadrlarni, mutaxassislarni jalb qilishda qanday faoliyat yuritiladi? Qanday tizim yo'lga qo'yilgan? HR bormi va qanday qo'yilgan bu jarayon? HR masalasi bo'yicha o'zim xabaringiz bor. Men uzoq yillar o'qiganman. Sizni kurslaringizda ham, keyin Dildo'ropada ham o'qiganman shaxsan o'zim. Juda ko'p kurslarda o'qidim, o'rgandim. Kitoblar o'qidim. O'zimning amaliy tajribalarim yillar davomida. Bu joyda o'sha birinchi o'rinda mijoz xodimni ishga jalb qilayotganda profilini to'g'ri tuzishga harakat qilaman. Ya'ni profil tuzish uchun profil emasda, aynan qanaqa odam bizni jamoamizga qanaqa xarakterli, qanaqa qadriyatli, o'sish darajamizdagi aynan qanaqa odam kerakligini to'g'ri tuzishga harakat qilinadi-da. O'sha rekruterga yoki HR menejerlarga yoki o'zimiz tanishlarga aytiladi. Bizda HR menejerlari, HR direktori ham bor. O'zimiz noldan shakllantirgan va hozirgi kunda ham faoliyatini davom ettiryapti. O'zimiz ishlab rivojlantirib birgalikda olib boramiz. Onboarding jarayonlari, ishga moslashtirish, ishga qabul qilish, HRda juda ko'p tizimli jarayonlar yo'lga qo'yilgan. Xodimda kelib ketishi, maosh, imtiyoz, bonus tizimi, ichki qonun qoidalar, o'sha rag'bat tizimlari, ishga moslashtirish jarayonlar qo'yilgan. O'sha platformalar, biznes jarayonlari ham qo'yilgan. Bu joyda ishga xodimni olayotganda shu eng birinchi oldin qoidalardan biri to'g'ri profil qilishda. Endi ko'p joyda aytadi, men ham bunchalik chuqur e'tibor bermasdim oldin.
profil qilinadi, odam olinadi, ishga yo'llanadi degan yuzakroq bo'lganda menda ham. Lekin mana shu yaqinda bir 2 yildan oshdi, jiddiy bu narsaga e'tibor beryapman. Profilda ham aynan qanaqa odam kerak degan savollarga chuqurroq e'tibor berib, shunaqa odam kelyapti, shunaqa odam bilan ishlab osonroq moslashyapti, osonroq ketyapti. To'g'ri, endi ba'zida topishga sal vaqt kerak bo'lyapti, lekin kelganda ham ishlab ketyapti. Qarang, yuqori lavozimdagi xodimlarni olishda siz asosan nimalarga e'tibor qaratasiz? Birinchi o'rinda e'tibor beriladi, qadriyat birinchi o'rinda. Bizni qadriyatimizga qanchalik to'g'ri keladi. Qadriyatlar tushgandan keyin o'sha malaka tajribasi. Bizda уровенimizga, ya'ni bizning darajamizga juda yuqori daraja bo'lib ketsa ham bo'lmaydi yoki past bo'lsa ham bo'lmaydi. Bizning darajamizga ozroq yuqori darajada bo'lsa yoki shu atrofida bo'lsa va o'sishga tayyor ochiq inson bo'lsa va malaka tajribasi yetarli darajada bo'lsa, bu o'sha keyingi qadam bo'ladi. Keyingi e'tibor beradigan uchinchi nimam missiyani qanchalik bizning missiyamizni qabul qila oladi. Shuni men o'rtaga dasturxonga tashlayman-da, endi nima qilib aytadigan bo'lsak. U kishiga agar missiyamizda qabul qila olsa, haqiqatan menga ham qiziq bu narsa. Mana hissa qo'shmoqchiman. Mana birga ko'zim yetyapti, menga ham bu qiziqishim bor desa, o'sha yonsa ichkaridan va men bu narsani sezsam, bu kemaga o'ting deyiladi-da, keyin o'sha qolgani jarayonda bo'laveradi. Missiya haqida aytdingiz. Novayning missiyasi haqida ozgina aytib bersangiz. Novayning missiyasi insonlarga o'sha texnologik yechimlar orqali turmush tarzini oson va qulay bo'lishiga hissa qo'shish. Ya'ni texnologik sohada deganda o'sha mobil qurilmalar orqali bizani mahsulotlarni xarid qilgan odamlarda muammo bo'lmasin, imkoniyat qulay bo'lsin, sifatli bo'lsin, aldanmasin va ularni nima deydi, ko'p aldangan keyin bu sohada shu iqtisodiy pul tejalsin va shu orqali jamiyatga biz hissa qo'shaylik degan masala bo'lganda, endi uni ichida shu ma'lumotlar o'chib ketmasligi, uni xavfsizligi ta'minlanishi va hokazo narsalar kirib ketadi va biz buni topilgan o'sha pullarimizni halol qilib topish va uni jamiyatga ma'lum bir darajada sarflash degan missiyamiz bor. Shunga qarab biz harakat qilamiz. Zo'r. Mana kelajakdagi masalan rivojlanish qanday ko'ryapsiz rivojlanishni? Mana hozir yangi texnologiyalar chiqyapti, sun'iy intellekt chiqyapti, o'zgaryapti, davrda o'zgarishlar katta bo'lyapti. Novayni kelajagini qanday ko'ryapsiz? Shunaqa narsalar bo'lyapti, endi telefon ishlatmasligi ham mumkin deyilyapti. Ya'ni qandaydir qurilmalarni o'zi qo'ng'iroq qil desangiz ham, tarjima qil desangiz ham, yana boshqa narsa qil desangiz ham hammasini qilib ketyapti-da. Shunda qanday ko'rilyapti? Juda yaxshi savol berdingiz. Bu narsani men 2 yil oldin juda qattiq o'ylaganman bu narsani. Bilaman-da, siz shunaqa narsalarni chuqur o'ylaysiz. Uzoq muddatli strategiya qilishga qiziqaman. O'shanda FCB Art Group'da marketing agentsiyasi bor, bilasiz, xalqaro darajada. O'shalarda italiyalik mutaxassis bor, Tatiana degan. U kishi bilan ishlaganmiz. Kelajak qanchalik bu sohada kelajak bor deganda, adashmasam 5-6 oy davomida haligi bo'lgan Shohrux Nizomiddinov bilan birgalikda. Men tushundimki, xuddi mana misol uchun notebook chiqqanda yoki kompyuter chiqqanda bo'ldi, endi kitoblar yo'qolib ketadi degan gap chiquvdi, bilsangiz agar. Internet chiqqanda kitoblar elektronlashib ketadi, kitoblar yo'qolib ketadi. Notebook chiqqanda katta kompyuterlar yo'qolib ketadi. Endi notebook bo'ldi. Planshet chiqqanda notebook yo'qoladi degan. Ya'ni hammasini o'zini o'rni bor, kitobda ham, katta kompyuterda ham, notebookda ham. Xuddi shunday qilib, bu sohada ham o'ziga yarasha iste'molchilari bor, o'ziga yarasha ko'nikma odamlar shakllangan, o'ziga yarasha ehtiyojlar bor odamlarda, yangi ehtiyojlar paydo bo'lyapti. Shularni biz ko'rganimizda keyingi 10 yillikda to'g'ri bizani sohada qanaqadir darajada o'sish mumkin, pasayish, bozorda pasayishi mumkin, lekin boshqa yangi ehtiyojlar ham paydo bo'lgan holatda o'sish imkoniyatlarini ham ko'rganmiz. O'sha 2023-yil buni strategiyani 10 yillikda ko'rganimizda marketing tomonidan qo'rqmasak ham bo'lar ekan degan fikrlarga kelganmizda, shunga qarab biz maqsad olib
harakat qilib kelyapmiz. Yangi haqiqatdan ehtiyojlar paydo bo'lyapti. Shunday. Misol deylik, mahsulotlar assortimentingizda qandaydir bir yangicha mahsulotlarni ham ko'zlaganmisiz? Albatta. Bizda asosan tugmali telefonlar bo'lardi, keyin smartfonlarni ham boshladik. Smartfon ham boshladingiz? Boshladik. Uni ham biz endi brend qurganimiz uchun bu yerda sifat nazoratini endi o'zimiz jamoamiz bor, yuqori tajribaga ega. Undan tashqari biza Shvetsariyaning SCS kompaniyasi bilan hamkorlikda sifat nazoratini ularga topshirdik biza. Bizda yana yondashuv bo'ldiki, sizlar endi ular bilsangiz kerak, o'sha dunyo tanib olgan korxona sifat nazorati bo'yicha butun dunyoda vakolatxonalari bor. Biz aytdikki, sizni brendingizni biza qadoqlarga qo'yamiz. Shu uchun bir qanday shartnoma shunday boshlaganmizda, ya'ni bilasizki, unaqa brendlar, xalqaro brendlar uni o'zini brendini qadog'ingizga qo'ygandan keyin ular juda jiddiy e'tibor beradida. Xitoydagi vakolatxonasiga ishonmasdan o'zlari Yevropadan turib nazorat qilib, 4 ta mahsulotimizni sifat nazoratini ular o'tkazib bergan. Shunda ya'ni bizlar ham juda ham ko'p tajriba oldik. Shunda 23-yil oxirida, 24-yilda 4 ta smartfon bilan boshladik. Adashmasam 30 ming donaga yaqin mahsulot olib kirganmiz boshlanishiga. Shu bilan smartfonni ham boshlaganmiz. Xalqaro standartlar bo'yicha. Ya'ni smartfon lineykamizni ham yo'nalishimizni boshlab oldik. Bu narsa davom etadi, xudo xolasa, bozorga qarab, holatga qarab, har xil o'zgarishlar bo'lyapti dunyoda, chiplar narxi oshib ketishi, boshqa har xil faktorlar bo'lyapti. Lekin biz bu narsani amalga oshirdik, qildik. Mijozlarimiz xursand, nima darajasi juda ham past, nuqsonlik darajasi va buni biz xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlikda bu narsani amalga oshirdik. Bu yog'iga ham o'sha smartfonda nimalarini ham rivojlantirish rejamiz bor. Bosqichma-bosqich shoshmasdan. Undan tashqari boshqa mahsulot turlariga ham o'tish rejamiz bor. Hozir marketing strategiyasi yozib chiqilyapti. Keyingi 10 yillikda aynan biza qaysi kategoriyalarga kirsak, bizani jamoaga, bizani missiyaga, bizani yondashuvimizga to'g'ri keladi. Qaysi texnologik mahsulotlar. Bozorda qanaqadir og'riqlar bor, uni biza yaxshiroq yecha olamiz boshqalardan ko'ra degan savollarga hozir javob izlab, yangi produktlarni ham qo'shish rejamizda bor. Zo'r. Endi ozgina o'zingizni maqsadlaringiz haqida aytsangiz. Nima maqsadda yashayapsiz bu dunyoda? Endi maqsad o'sha bo'ya aytganimdek, birinchi eng asosiy maqsad shu, men o'ylayman, ko'pchilikda asosiy maqsad, oliy maqsad deydigan bo'lsak, shu Allohning roziligida. O'sha yoshlikdan shu narsa menda bo'lgan. Men bu uchun doimiy shukronalik daftarimga ham yozaman. Chunki ne'mat, shu birinchi o'rinda shu Allohning roziligi uchun-da, nima qilsam Alloh rozi bo'ladi mendan degan savolni har doim o'qiyman, har doim o'ylayman. Shu bilan yashash. Ya'ni u rozi bo'lsa bo'ldi, boshqa narsa bajarildi deganday fikr bo'lgan. Alloh roziligi shu jannati firdavsda bo'lish. Shu uchun u oliy maqsadga erishishim uchun nima qilishim kerak bo'lsa, barchasini ishga solib, umrimni, vaqtimni, quvvatimni hammasini shunga yo'naltirib, oliy maqsad shu. Shu oliy maqsaddan kelib chiqyapti qolgan narsalarda, shu iqtidor, qobiliyat, imkoniyat, resurslar, qanaqadir ilm beriladi. Endi bilasiz, ilm Alloh taolo tomonidan nur bilan joylashtiriladi. Shunda ilm bu, men o'ylaymanki, omonat deyman-da, bu uchun ham javobgarlik bor-da. Shu uchun qanaqadir ilm berilganda, to'xta, bu biznesga emas, buni men qilishim kerak degan fikrlar bilan yashab, shu bilan yo'llar o'zgarib borilyapti-da. Maqsad shu Alloh roziligi uchun. Zo'r. Xo'p, mana shu yo'lda oila bilan oilaga vaqt ajratish, misol deylik, ishga kirib ketganimizdan keyin, ish bilan sho'ng'ib ketganimizdan keyin bizning yana boshqa mas'uliyatlarimiz ham bor, misol deylik, oila degan. Sizda masalan hozir oilaga qanday vaqt ajratyapsiz? Oilaga farzandlar bilan yoki oila bilan qanday vaqt o'tkazasiz? Ko'pchilik tadbirkorlarimizni endi nimasida
ishga sho'ng'ib ketish asnosida hayotning boshqa jabhalariga e'tibor sal kamayadi. Sizda bu jarayon qanday hozirda? Menda bu jarayon bilsangiz agar 2020-yilda ham coaching dasturingizda ham bor hayot jabhalari degan. O'sha darslikda ham bor edi. O'sha darslikda ham men tushunib yetganman, qaysidir joyda xatolarim tushunganman-da. O'sha menga qanaqadir ma'noda bir dars bo'lgan. Qo'shnilar bilan menda hayot jabhalari ko'p, bir 70% yaxshi chiqqanda qo'shni, nima deydi, tanishlar, sinfdoshlar, shunda bo'shliq bo'lgan menda. Undan keyin o'sha to'g'rilashga harakat qilganman 2020-yildan buyon. Men o'ylayman, hozirgi holatda hayot jabhalarim ancha yaxshi. Oilaga ajratadigan vaqtim ham iloji boricha oilaga sifatliroq vaqt ajratishga harakat qilaman. Misol uchun bir haftada 2 kun to'liq ular bilan bitta uyda o'tirmasdan, misol uchun, to'g'rimi? Bir kun vaqt ajratishim mumkin, lekin sifatliroq ular bilan shahardan tashqariga chiqish, masalan, ular bilan xursandchilik qilish, qanaqadir ko'proq ular bilan qanaqadir esda qolarli qilib sifatliroq, ya'ni sifatga ko'proq e'tibor berib vaqt o'tkazishga harakat qilaman. Qolgan vaqtlari ham shu kunlik nima deydi, odatlarim bor. Yaxshi odatlarni shakllantirish, yaxshi ko'nikmalarni oshirish maqsadida ham oilaga vaqt ajratish, farzand tarbiyasi, bu narsalarni ham ancha yaxshilashga harakat qilib kelyapman va davom etyapti. O'ylayman, oilaga ajratadigan vaqtimda unaqa ko'p nolishmaydi mendan, sifatliroq vaqt ajratishga harakat qilyapman. Ya'ni shunday bir holat bo'lyaptiki, bir vaqt ichida ham ishga sho'ng'ib ketishingiz kerak bo'lyapti, ham oilaga ham vaqt ajratishingiz kerak bo'lyapti. Shunda oila bilan kalendar ishlab chiqib, misol uchun keyingi choraklikda mana shunaqa vaqtlar ajratsak nima deysizlar? Qanchalik to'g'ri bo'ladi? Ularni ham kutuvlarini to'g'rilab qo'ysak, ular ham shunaqa kutuvlar bilan nima qilib, shunday harakat qilsak, ham ish bityapti, ham oila balansi ham ancha saqlanyapti-da, yaxshilanyapti. Shunaqa harakat bo'lyapti. Zo'r. Mana oila bilan ishni balansini olib yurish jarayonida o'zi ishxonada siz hozirgi paytda nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Siz hozir qaysi lavozimdasiz? Yoki qaysi lavozimlarni hozirda bajarib kelyapsiz? Va nimalarga vaqtingizni sarflayapsiz ishxonada? Ishxonada hozir Novi kompaniyasini oladigan bo'lsak, men deyarli u korxonada faoliyat yuritmayapman. Bir oyda uzog'i bilan 4 soat yo 5 soat vaqt ajrataman. Yo'da ijrochi direktorga topshirganmiz. U kishi ham o'zi pastdan yetishib chiqqan. Hozir yangi korxonalar, o'sha boya missiya degandek, o'zimiz Samarqand viloyat Narpay tumanida o'sha holding ochganmiz, Narpay holding deb, tarkibida 20 ga yaqin korxonalar tashkil qildik oxirgi 7 oy davomida. U yerda qurilish jarayoni bo'lyapti. Endi menda rollar ko'p. Masalan uchun Novida ta'sischi roli bo'lsa, keyin bordda strategik tomonlama men tavsiya beradigan bo'lsam, ba'zi korxonalarda ham nima deydi, ta'sischi rolida, ham ijrochi direktor rolida, ba'zi bir joyda operatsion direktor rolida mana shunaqa qurilish jarayoni ketyapti. Ba'zi joylarda faqat ta'sischiman. Har xil rollar bo'lyapti. O'z bilasiz, Robert Kiyosakida haligi 4 ta rolda haligi qilgan-ku, cash flow'da. Ba'zi investor rolida, ba'zi xodim rolida, ba'zida yollanma xodim rolida, mana shunaqa rollarda men hozirgi kunda. Hozir yangi yo'nalishlaringiz haqida ham ozgina aytib bering. Yangi yo'nalishlar bo'yicha o'sha missiya degandek bizda Toshkentda faoliyat yuritib yurganimda Novida tumanimiz, viloyatimiz hokimi tomonidan oxirgi 5 yil ichida menga ko'p murojaat bo'ldi-da. Keladi ofisga, tumanimizga investor topib bering yoki o'zingiz bir hissa qo'shing, sizlar mana shu tug'ilgansiz, bir tadbirkorlar jalb qilib rivojlanish hissa qo'shing degan ko'p takliflar bo'lardi. Men 5 yil davomida faqat endi men bu o'zimni sohamni missiya olib ketyapman, harakat. Yo'q, men buni vaqtim yo'q hozir, lekin yordam beraman deb qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilganman. Lekin oxirgi vaqtlarda shu ko'nglimga Xudo soldi, sen ham o'sha
o'zingiz bilasiz, qanaqadir yaxshilik qilaman desangiz, kimgadir birinchi o'rinda qo'ni qo'shnidan boshlash kerak yoki o'sha qarindoshdan boshlash kerak degan tamoyil bor. Shuning uchun men o'yladim, ko'nglimga shu narsa solindi-da. Mayli o'sha qanaqadir rivojlantirmoqchi bo'lsang, jamiyatga hissa qo'shmoqchi bo'lsang, birinchi o'zingni tug'ilib o'sgan joyingdan degan narsa menda ko'nglimdan rosa o'tdi. 2 oymi qanchadir vaqt davom etdi-da, keyin men bo'ldi qaror qildim. Bo'ldi tumanga boraman, kamida 5 yil tumanni isloh qilib, nima deydi, tadbirkorlik bug'unini ko'tarib, tadbirkorlarni ham ko'tarib, ijtimoiy, iqtisodiy holatini yaxshilashga harakat qilaman, o'zim yordam beraman degan narsada keyin Toshkentdan hozir 7 oydan oshdi borib o'sha tumanda holding ochib va tarkibida hozir adashmasam 15 ga yaqin korxona tashkil qildik qisqa vaqt ichida. Tumanni rivojlanish strategiyasini ishlab chiqdim. 50 yilga yaqin strategiyasini ishlab chiqib, shunga qarab hozir harakatlanyapmiz. Tarkibidagi korxonalar tumanda o'sha tumanda Mirbozor bozori degan bozor bor. Uni prezidentimiz qaror chiqarib bergandi. O'sha 407-qarori muvofiq xarid qilganmiz davlat ulushini. Hozir yangi bozor qurish ko'zda tutilgan. O'sha ko'p qavatli, ehtiyojga qarab avtoturargoh, eko bozor, bosqichma-bosqich qurish, zamonaviy savdo kompleksiga aylantirish, fuqarolarga qulay muhit tashkil qilib berish, tadbirkorlarga qulay sharoit qilib berish. Undan tashqari endi tumanimizda nimamiz bor? Bizda qishloq xo'jaligimiz bor. Chunki Zarafshon daryosi kirib kelgan, suv zaxiralari yaxshi, Kattaqo'rg'on ombor bor, yonida qo'shni tuman, hosildor yerlari ko'p. Shuning uchun qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan. Keyin tumanimiz respublikamizning markazida bo'lganligi uchun Qoq markazida logistika imkoniyatlari mavjud. Ya'ni xalqaro magistral yo'l o'tgan va temir yo'l bor. Demak, o'sha temir yo'l bor joydan biza ximiya degan tashkilot bo'lgan, o'g'it tarqatadigan, o'shani bir 10 gektardan oshiq yerini auksionda olganmiz u joyda ham. O joyda hozir zavodlar ishlab chiqarish logistika imkoniyatlaridan foydalanyapmiz. Undan tashqari o'sha Mirbozor bozorining yonida 3 gektardan oshiq yer olganmiz. U yerda ham logistika markazi, ya'ni logistika, savdo sotiq va qishloq xo'jaligi va kichik ishlab chiqarishlarga biz maqsad qo'yib, shu tumanda o'sha kuchli tomonlari bor ekan, o'sha kuchli tomonni drayverini aniqlab, shu orqali butun tumanimizni rivojlantiramiz degan strategiyada kelib chiqdi. Biz bilasiz, haligi SWOT tahlilda ham kuchli tomon, zaif tomon, imkoniyatlar, shunga qarab biz hozir harakat qilyapmiz. O'sha logistika markazi, bozorda zamonaviy bozorga aylantirish, ishlab chiqarish nimalari, shu strategiya bo'yicha biz hozir harakatlarni boshladik. Shuncha loyiha sizni rasfokus qilmaydimi, ya'ni fokusingiz bo'linib ketmaydimi? To'g'ri, fokusimiz bo'linishi mumkin, lekin men o'ylayman, men unchalik qiynalmayapman. Shu sababi bu etapdan, ya'ni bu bosqichdan ancha o'tganman deb o'zimni hisoblayapman, o'zim tayyorlaganman. Shuning uchun bemalol jazm qildim. Sababi men asosiy rolim to'g'ri odamlarni jalb qila olish, to'g'ri, haqiqiy professionalni jalb qilish va o'sha professionaliga ham professionali uni nazorat qilib, men u bilan ishlayman birgalikda. Misol uchun, ana hozir issiqxona tashkil qilganmiz, Qulupnigani boshlanishiga 1 gektar mana Koreyani Solihan navini ekdik. 190 mingta ko'chat boshlanishiga. Maqsadimiz 60 gektarga olib chiqish va O'zbekiston bozorini Qulupneka bilan ta'minlash. Sifatli, organik, arzon narxda. Shunga biza misol uchun hozir agronom ishlayapti. Koreyadan hozir hamkorlikda boshlayapmiz. Undan tashqari mahalliy mutaxassis agronomlar, koreyalik agronom mahalliy agronomni nazorat qiladi. Kunlik vazifa beradi. Kunlik vazifalarni agronom jamoaga biriktirilgan. Jamoani o'sha KPI'lari bor. Kunliga agronom baho qo'yadi. Misol uchun 1 dan 5 balla shkala bo'yicha bir kunda 12 ta, 13 ta, 8 ta misol uchun vazifa beradi. Kunda oxirida agronom baho qo'yadi. 3 baho, 5 baho, 4 baho. Endi bahoga qarab KPI'lar, dashbordlar qilingan. Ya'ni men u yoqda aralashuvim yo'q. Ya'ni tizim yo'lga qo'yilyapti. Mutaxassislar shunaqa tartibda bo'lyapti. Shuning uchun
Endi fokus masalasida to'g'ri boshida boshlab berishga investorlik rolida ozroq fokus talab qiladi. Ya'ni qanchalik to'g'ri bu soha, qanchalik bu strategik bu narsa degan joylarda ozroq bosh qotiryapmiz. Mutaxassislar biriktirib to'g'ri nazorat, to'g'ri tizim qo'yilyapti. Men o'ylayman, shunaqa tartibda qolgan korxonalarda ham shunaqa tartibda tizimga qo'yyapmiz. Zo'r. Ya'ni bu loyihalarni tashkil qilishda investor jalb qilyapsizmi yo o'zingiz mablag'da qilyapsizmi? Bu loyihalarda hozirgi kunda o'zim mablag'larim, lekin investorlar jalb qilish bo'yicha ham strategiyamizda bor. 26-yildan faqat o'sha ikkinchi chorakdan boshlab alohida bizda CFO'miz bor edi. Uni men talantini ko'rdim. Strategiya bo'yicha juda kuchli qobiliyati bor. U kishi bilan gaplashdim. Strategik direktor sifati lavozimini yanvar oyidan boshlaydi va uni o'qityapmiz. Bir Yevrosiyoda, Osiyo mamlakatlarida juda strategiya bo'yicha kuchli mutaxassis bor. O'sha Team universitetida ham o'qitgan bizani MBA nimasida. Brulin, Svislav Brulin degan odam bor, ustozimiz. Strategiya bo'yicha juda kuchli tajribaga mentor qilib berganman hozir. O'sha bizani CFO'ni tayyorlayapti strategiya bo'yicha. O'zini ham juda ko'p tajribasi bor bizneslar bo'yicha. Hozir u kishi bilan investitsiya jalb qilish bo'yicha strategiya ishlab chiqyapmiz. Butun dunyo bo'yicha hozir O'zbekiston juda jozibali davlatga aylangan. Amerikaga ham, Yevropaga ham, Yaponiya, Koreya, Xitoy, butun dunyoga, arab davlatlariga O'zbekiston juda ham jozibali davlatga aylangan hozir. Bunaqa holat tarixda bo'lmagan. Shu uchun mana strategiya davomida biz investitsiya jalb qilish reja qilyapmiz. Xudo xolasa 1-2 milliard dollarga yaqin pul jalb qilmoqchimiz Samarqand viloyatiga, turli xil sohalariga. Buni ustida ishlayapmiz hozir. Tadbirkorning rivojlanishida ustozning o'rni qanday? Tadbirkorlikda rivojlanish ustozning o'rni juda muhim. Men o'ylaymanki, ko'p bu narsani ham gapiraman. Ustozi yo'qning ustozi shaytondir deyiladi. Ya'ni ustozingiz yo'qmi, sizda shayton baribir chalg'itib olib ketib qoladi-da. Shuning uchun har bir yo'nalish bo'yicha ustoz juda muhim va uni ustozni hurmatini joyiga qo'yishingiz undan-da muhim. Men o'ylaymanki, ustozsiz juda qiyin. Ustozda ham aynan shu yo'nalish bo'yicha haqiqiy natijalarga erishgan, qiymat olgan, qiymat bergan bo'lsa, men o'ylayman, o'shanaqa insonlar topildimi, qattiq gap borki, etagini qattiq ushlagin deydi-ku. Shuning uchun shunaqa qilish kerak deb o'ylayman. Men har bitta ishni o'rganmoqchimanmi? Misol uchun o'zimdan qiyos, haqiqatan shu yo'nalishda mutaxassisligini aniq bo'ldimi? Men u katta inson bo'ladimi, yosh inson bo'ladimi, menga farqi yo'q. Uni menga o'rgating shuni ilmini deb vazifalar bersa qilib, ustida ishlab, harakat qilib, ilmini olishga harakat qilaman. Ustozsiz juda qiyin deb o'ylayman. Ustozingiz bo'lsa, siz vaqtdan tejalasiz, quvvat olasiz. Keyin qanaqadir yuqish degan narsa bor-da, odamdan odamga yuqadi-da. Shu narsalar ham, ya'ni shaxsiy rivojlanishingiz ham juda ham tez bo'lib ketishiga juda katta ta'siri bor. Chunki bir narsaga, bir ustozingiz o'sha narsaga amal qilib yuribdimi, siz u kishini oldiga borib, u bilan ishlaganingizdan keyin u kishidagi bo'lgan ruhidan yuqishmi, bir qanaqadir yuqish tezligi, men sezganman, tezroq bo'lib ketadi sizda. Keyin o'sha tatbiq qilishingiz ham tezroq bo'ladi. Keyin mana shu amal qilib yurgan haqiqiy ustoz bo'ladigan bo'lsa, shuni chempioni bo'ladi-ku shu ishni, sohani. O'zi amal qilib yurganligi, gapirgandan keyin qalbdan qalbga o'tishi ham tezroq deb bu narsaga men ko'p guvohi bo'lganman. Agar o'zi amal qilmasa, gapirsa, lekin qalbdan qalbga o'tishi juda qiyin yoki qandaydir tushunmovchilik, mavhumlik ko'p bo'laveradi-da. Shuning uchun men o'ylayman, shu sohada mutaxassismi haqiqatan ko'raman, bo'ldi deb shogird tushaman-da, chunki qalbdan qalbga ham tez o'tadi, to'g'riroq o'tadi va sizda shu ko'nikma tezroq shakllanadi. Tezroq amalga oshib, tezroq bo'ladi. Ustozsiz juda ham qiyin deb o'ylayman. Juda ham qiyin, tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada qiyin deb o'ylayman. Komandani o'qitishchi. Komandani o'qitishda mana misol uchun men bizda HRda shunaqa nimamiz bor. Doimiy o'qitish, rivojlantirishga ochiq, o'qishga ochiq degan qadriyatimiz bor. Komandani o'qishga ham hozir bizda shunday darajaga keldikki, aynan misol uchun yaqinda HR bo'yicha Kozimxon To'rayevda kurs bo'ldi.
qiziq Kozim akani izlanishlari menga qadriyatlarimiz tushadi, fikrlashimiz ko'proq tushadi. Bizning korxonani darajasiga ham ancha yaqin, o'xshash. Men aytdim, Kozim akani kursi bo'lyapti, kimda o'qishda shu narsada haligi bor. 12 ta xodimni ro'yxatini qildik, 9 tasi to'g'ri keldi. Birga o'qidik misol uchun, birgalikda. Men o'zim ham bordim o'qishga, birda jamoa bo'lib o'qib, keyin o'qishdan keyin muhokama qilamiz, qo'llaymiz, ya'ni bitta urovenda, ya'ni bitta nimada fikrlab, bitta jarayonda ketish bo'ldi. Shunaqaga o'tganmiz hozir. Jamoaviy bo'lib o'qishni ham biz boshlaganmiz. Undan tashqari ba'zi bir xodimlarga endi mentor biriktirib beramiz, ustoz. Misol uchun siz savdo rahbarimisiz? Savdo rahbari qanaqadir darajaga keldingiz, siz o'sha o'solmayapsiz-da, yo qiynalyapsiz. Shunda biz mentor men izlashni boshlayman. Nima deb o'ylaysan? Siz misol uchun bu narsani qiynalyapsiz, to'g'rimi? Murabbiy qilib sizni yo'naltirib tursa, balkim osonroq bo'lar. Nima deb o'ylaysiz deganda, o'zlaridan agar chiqsa, haqiqatan zo'r bo'lardi deyilganda, ustozlar taklif qilamiz, o'zi tanlaydi, keyin uni mentor qilib biriktirib beramiz. Mana bu strategiya bo'yicha ham CFO'mizga strategiya bo'yicha o'rgatyapti, mentor qilib berdik. O'zi Yevropadan turib, to'liq kunlik haftada darslari bor, berib mentorlik qilyapti. Shunaqa bo'lgan. Keyin jamoaga ham murabbiy biriktiramiz. Bizda hozir Fuat Ibragimov degan inson bor, o'sha distributsiya bo'yicha eski haligi nima deydi? Professionallardan jamoa qurish bo'yicha ustozimiz u kishi, o'sha strategiya qilish, pastga tushirish, skor kartlar ishlab chiqish, KPI tizimi, intizom, komandani rivojlantirish, maqsadlar to'g'ri qo'yish, to'g'ri tushirish bo'yicha bizaga murabbiylik qilgan. Undan tashqari ham hozir har 3 oyda bir kelib, jamoamizga tushib, muammolar tashlaganimizda o'zi tomonidan yechimlarni berib bizga ustozlik qilib ketadi. Mana shunaqa tashqaridan individual, jamoaviy o'qish shunaqa bizda bor. Mana ijrochi direktor bilan ishlashda uni misol deylik, motivatsiya sistemasi qanday tuzilgan sizda? Ish haqisi-yu, moddiy, nomoddiy qanday yo'lga qo'yilgan? Moddiy tomonlama ko'proq evaga bog'layman, ya'ni iqtisodiy pulga. Endi bilasiz, moliyada VAC ko'rsatkichi bor, EVA, NPV ko'rsatkichlari bor. Masalan, siz $1 million mablag'ingiz bor. Bitta biznesga tikdingizda, mana bir yilda $200,000 foyda ko'ryapsiz. Siz o'sha ijrochi direktorga aytib qo'ygansiz, ko'rilgan foydaning 10% seniki deb qo'ydingiz misol uchun. Keyin u 1 yil o'tdi, masalan $200,000 dan $20,000 yillik bonusini olyapti. Unga ma'qul, unga tushyapti, u xursand. Lekin 1 yilda $20,000, $200,000 20% bo'ladigan bo'lsa, o'sha pulni bankka qo'ysangiz ham 20% beryapti-da misol uchun. Ya'ni xavfsiz, xotirjam, ya'ni ko'rsatkich ma'nosida aytyapman. Pulning narxi bor, har bitta davlatda stavkalari chiqadi. Men nima demoqchi bo'lganim, o'sha $1 million dan $200,000 foyda kelyaptimi, u sizga to'g'ri kelmaydi investor sifatida. Lekin siz unga foydadan berib qo'ygansiz. U xursand, u foyda 20,000 olib yuribdim, unga xursand. Keyin o'rtada nima keladi? Nizo kelib chiqadi-da. Menga to'g'ri kelmayapsa, u aytadi 200,000 olyapsan-ku deydi, misol uchun, qo'pol qilib aytganda. Shuning uchun shunaqa narsa bo'lmasi uchun iqtisodiy pul, ya'ni har yili Markaziy bank stavkasi bor, misol uchun, uni biznes stavkasi bor, misol uchun 15% VAC ko'rsatkichi qiladigan bo'lsak, undan oshgani iqtisodiy pul. Ya'ni shu biznesga tikdim, bankka qo'ymay biznesga tikdim, bankdan ko'ra ko'proq oldim degan ma'noda. Misol uchun shu EVA ko'rsatish 10% bo'lsa, 25% biznesdan foyda kelsa, 10% demak iqtisodiy pul. Shuni misol uchun 10% ni beraman. Agar qancha ko'p bo'lsa, demak kattalashib ketaveradi, foizi kattalashib ketaveradi degan ma'noda motivatsionkamimiz bor. Shunda qandaydir KPI'lar bormi? Ya'ni albatta. Bundan tashqari. EVA ko'rsatkichi bor, keyin biznes modeldan kelib chiqadi. Misol uchun mahsulot zaxirasi ham bo'lishi mumkin. Chunki foyda o'z yo'liga, lekin mahsulot zaxirangiz nelikvid tovarlar ko'payib ketib qolsa, u ham bo'lmaydi. Keyin cash cycle, ya'ni biznesda aylanma kuni. Mahsulot zaxirasi bo'yicha qanaqa KPI? DIO, DSO degan ko'rsatkichlar bor, ya'ni mahsulotingiz zaxirasi kuni bor-da. Misol uchun bitta mahsulotingiz 200 kundan oshmasi kerak yoki 50 kundan oshmasi kerak. O'sha vaqt ichida aylanish kerak. Shunaqa ko'rsatkichlar bor. U choraklik ko'riladi.
Keyin nima ko'rsatkich bor? Bizda cash cycle degan ko'rsatkich bor. Ya'ni biznesga tikilgan sarmoya necha kunda aylanib keldi. Bizda oldin 426 kun chiquvdi. Boshida qo'yganimizda hozir 238 kunga tushgan. Ancha ustida ishlandi. Tezroq hali jamoa o'zi tezroq pulda aylantirishga harakat qiladi. Qarorlar tezroq beradi. Shunaqa asosiy ko'rsatkichlarimiz bor. Zo'r. Yana bormi? Endi Hozir ijrochi haqida gapirayotgandik. Yana bormi yo shularmi? yo asosiy 3 ta 4 ta ko'rsatkich bor. Keyin o'sha top menejerlarga ham birlashtirib qo'yiladi bu narsa. Jamoaviy qilib qo'yiladi. Chunki bitta odamga bersangiz bo'lmaydi. Faqat ijrochi direktor bersangiz bo'lmaydi. Ya'ni masalan savdo rahbari bo'lishi mumkin, HR rahbari bo'lishi mumkin, xizmat ko'rsatish rahbari bo'lishi mumkin. O'sha asosiy top menejerlarga bitta qilib KPI qo'yiladi. Hammasi choraklik davomida o'sha yillik ko'rsatkichga chiqishga harakat qiladi. Bu masalan ijrochini strategiyani amalga oshirishga ham bog'liq joyi bormi? KPIlarida. Yo'q, strategiyani biz birgalikda ishlab chiqamiz. Ya'ni strategik sessiyalar bo'ladi. Biz tashqaridan ham ustozimiz keladi, Fuat Ibragimov. U kishi ham baribir tashqaridan ham qanaqadir ko'z kerakda. Birgalikda o'tirib strategiya tuzib chiqamizda, bu strategiyani tuzish davomida ham bir oltin qoida bor. Qarorlar, fikrlar jamoani o'zidan olib chiqamiz bizlar. Qila olasizlarmi, qo'llaringizdan keladimi, shuni xohlayapsizlarmi? Biz xohlaymiz, qila olamiz, biz ishonamiz degandan keyin o'sha smart maqsadlarga tushiriladi-da, yillik maqsadlar qo'yilib, fin model qayta ko'rib chiqiladi, byudjet tasdiqlanadi, keyin shunga qarab harakat qilinadi. Ijrochi direktor ijroiy masala bilan shug'ullanadi. Qanaqadir strategik qarorlar nimalar bo'lsa, zudlikda nimadir o'zgarish bo'lib qolsa, yig'ilish qilib olamiz. Atak reja bo'yicha ketsa, 3 oyda bir marta o'tirib, biz strategiyani ko'rib, nima o'xshadi, nima o'xshamadi. O'xshamagan narsa nima uchun o'xshamadi? Biz xato qiyin maqsad qo'ydikmi yo biz qila olmadikmi? Nima bo'ldi deb muhokama qilib, o'sha keyingi oylarga shuni ustida ishlab, to'g'rilab borilaveradi. Mana biznesni rivojlantirishda shaxsiy brendning o'rni qanday siz uchun? Men uchun shaxsiy brend o'rni bu liderlikda ham bor, oltin qoidalardan biri. Siz omma bilan bir fikrda, bir ommani ichida yurishingiz kerak degan oltin qoida bor. Shu uchun bu tomondan, yana bir tomondan bu shaxsiy brend yuritish hozirgi kunda bir vizitniy kartaga o'xshab qoldi-da. Masalan uchun hozir axborot asrida yashayapmiz, ma'lumotlar ko'p. O'sha даже sizda ham bo'lsa kerak, 2 oy, 3 oy oldin tanishgan odamingiz ismini ham unutib qo'yyapsiz-da. To'g'rimi? Misol ba'zi bir sinfdoshlaringizni ham ismini unutib qo'yishingiz mumkin-da, chunki axborot juda ham ko'p. Shuning uchun men o'ylayman, shaxsiy brend ham siz haqingizda bir qanaqa inson bu deganda, ijtimoiy sahifalarga kirganda siz haqingizda ma'lumot olish uchun bir vizitniy kartaga o'xshagan bir shunaqa darajaga yetib keldi. Bu nima deydi? Bugungi davrda shunaqa deyilyapti-da. Men shunday deb o'ylayapman. U alohida shaxsiy brend qo'yib, bu orqali savdoni oshirib yuborish yoki nimadir qilib yuborish, u bitta masala bo'lishi mumkin. Lekin siz xohlasangiz ham xohlamasangiz baribir shaxsiy brendingiz bo'lishi shart degan zamonaviy talabday bo'lib chiqdi, o'sha nuqtaga chiqdi degan fikrdaman men. Zo'r. Ma'ruf aka, juda ham ajoyib suhbat bo'ldi. Bizni kuzatib borayotgan aziz tadbirkorlar, hurmatli obunachilar, bu suhbatimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, yaqin do'stlaringizga ushbu video bilan ulashinglar. Ma'ruf aka, bizni auditoriyamizga qandaydir bir fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Auditoriyaga fikrlarim, men o'ylaymanki, boya to'g'ri bir savollarni ko'tardingiz. Men o'zim ham juda ko'p xato qilganman. Men o'ylaymanki, qanaqadir narsa o'rganishdan oldin ustoz olishini, o'sha ustozga xizmat qilish kerak bo'lsa, ustozni ham to'g'ri tanlab, qarorlar berilayotganda shu ahli ilmlar bilan maslahat qilib, Xudodan so'rab, faqat yaxshilikda, ezgulikda harakat qilsa, men o'ylayman, yaxshi bo'ladi. Albatta doimiy o'zini ustida ishlash, eng muhim bo'lgan kerakli kitoblarni o'qish doimiy ravishda, o'zini ustida ishlashlikda tavsiya beraman. Xudo xolasa kelajakda nima deydi? Men ham umid qilamanki yoki tilab qolamanki, hamma shu O'zbekistonimizning fuqarolari rivojlansin, xalqqa manfaatli bo'lgan loyihalar amalga oshirsin. Hammaga yaxshilik tilab qolaman. Katta rahmat.
Eslatib o'taman, bugungi podkastimiz mehmoni Novey kompaniyasi ta'sischisi Ma'ruf O'rinboyev. Juda ham ajoyib suhbat bo'ldi. Bizni kuzatishni davom eting va keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha. Rahmat. Rahmat. Rahmat Ibrohim aka. Ko'pchilik tadbirkorlar strategiyasiz harakat qiladi. Strategiya yo'q. Sizda aniq maqsad, unga erishib boradigan aniq strategiya va taktika harakatlar bo'lishi kerak. Uch kunlik darsni o'zida 7-8 yillik muammolarimga yechim topdim. Men bilaman, men bu narsani qilib bo'lganman deganlar ham o'ziga yengil ola oladi. Bizda 4x o'sish bo'lgan. Endi 4x emas, 10x, 15x ga o'stirish uchun biznesimni yanada bilim olish uchun keldim. Men o'tgan yili ham Samarqandda o'tkazgan biznes coachinglarda 3 kunlik intensiv darslarda qatnashganman. 100 kvadrat magazinimiz bor edi, 250 kvadrat magazin tashkil etdik. Hammasi bu ustozimizning bergan ta'limlari. Ushbu dasturimizga hoziroq ro'yxatdan o'ting va tadbirimizda ko'rishguncha.